Agar elektromagnit to'lqinlari haqiqatan ham inson organizmiga ta'sir qilsa, nega biz har kuni ularni ichida yashayapmiz? Bir o'ylab ko'rganda, telefonlar, Wi-Fi, Bluetooth, yuqori elektr uzatish liniyalari, mobil aloqa minoralari, sun'iy yo'ldoshlar va nihoyat bugungi kunda hayotimizni tubdan o'zgartirayotgan elektromobillar. Umuman olganda, ko'pgina postlarni o'qib chiqib birma-bir tekshirsak, elektromobillar inson sog'lig'iga zarar degan joylar ham chiqib qoladi. Biz ko'rmaydigan, eshitmaydigan va ushlab bo'lmaydigan to'lqinlar dunyosida yashayapmiz. Ammo insoniyat tarixidagi eng qo'rqinchli narsalar ko'rinmaydigan narsalar bo'lishini ko'pchiligimiz anglab qolamiz. Bularning qatorida radiatsiya, viruslar, bakteriyalar. Bugun esa millionlab odamlar yana bir yangi texnologiyani ichiga kirib bormoqda. Bizga ko'pincha aytishadilar, bu kelajak, bu ekologiyani qutqaradi, bu neft davrining tugashi. Lekin shu joyda bir savol bor va juda ham noqulay savol. Agar elektromobillar shunchaki mukammal bo'lsa, nega ular 100 yildan ko'proq vaqt oldin yaralgan bo'lsa ham, insoniyat deyarli bir asr davomida ularni unutib yubordi? Eng qiziq savol. Biz kelajakni tanlayotgan bir paytda, kelajak allaqachon biz uchun tanlovni qilganmi? Endilikda insoniyat hayotini sinchkovlik bilan tekshirsak, bizning hayotimiz, atrofimizdagi barcha texnologiyalar bizning ajralmas hayot tarzimizga aylanib bo'lgan. Qolaversa, elektromobil mashinalari yangi davrning insoniyat uchun yangi konservasi. Bizni sezdirmay onkologik kasalliklar o'chog'iga tortib borayotgandek go'yo. Lekin biz ushbu videoda barisini skeletini birma-bir tuzib chiqamiz. Elektromobillarda shunday bir holat bor. U sezilmaydi, hali bu haqda ko'pchilik gapirmaydi, lekin bu videoda biz gapirib o'tamiz. Elektromagnit to'lqin deganda ko'pchilik darhol xavfni tasavvur qiladi. Lekin muammo shundaki, elektromagnit to'lqinlarning o'zi millionlab turlariga ega. Quyosh nurlari ham elektromagnit to'lqinlari tarkibiga kiradi. Radio ham, Wi-Fi ham, rentgen apparati ham, gamma nurlari ham. Ularning barchasi bitta oilaga mansub. Farqi esa energiyasida. Masalan, rentgen va gamma nurlari DNK hujayralariga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ular ionlashtiruvchi nurlar deb ataladi. Ammo telefon, Wi-Fi va elektromobillar ishlatadigan maydonlar boshqa diapazonda ishlaydi. Ular ionlashtirilmaydigan elektromagnit maydoni hisoblanadi. Bugungi kunga qadar o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda elektromobil va saraton o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik isbotlanmagan. Bu juda muhim fakt. Internetda juda ham ko'plab videolar va mishmishlardan farqli ravishda hozircha ilm-fan elektromobil odamlarda saraton chaqiradi degan xulosa kelmagan. Ammo insoniyat tarixida juda ham bir qiziq qoida bor. Ba'zan texnologiyalarning haqiqiy ta'siri o'nlab yillardan keyin ma'lum bo'ladi. Shuning uchun olimlar kuzatishni davom etishmoqda. Ammo elektromobil atrofidagi eng katta bahs elektromagnit maydon emas edi. Asosiy savol boshqa joyda edi. Batareyalarda. Birinchi elektromobil siri. Ko'pchilik elektromobillarni yangi texnologiya deb o'ylaydi. Aslini olganda esa bu noto'g'ri. Birinchi elektromobillar 19-asrda paydo bo'lgan. Ichki yonuv dvigateli ommalashishdan oldin ham elektromobillar mavjud edi. Hatto ayrim shaharlarda ular benzinli avtomobillardan mashhurroq edi. Sababi oddiy edi. Ular jim ishlardi, tutun chiqarmas edi. Ishga tushirish oson edi. Benzinli mashinalarda esa shovqin bor edi. Ishga tushirish qiyin edi va ishonchsiz edi. Ammo keyinchalik hamma narsa o'zgaradi. Neft arzonlashadi, yoqilg'i quyish shoxobchalari paydo bo'ladi, ichki yonuv dvigatellari esa arzonlasha boshlaydi va elektromobillar sekin-asta tarix sahnasidan yo'qoladi. Deyarli 100 yilga, hozirgi kunga qadar. Ammo bugun ular yana qaytdi. Savol esa o'sha. Nega aynan hozir? 21-asrning yangi nefti. Bugungi dunyoda davlatlar faqat neft uchun kurashmaydi. Yangi resurs paydo bo'ldi. Ushbu resurs ham litiy deb ataladi. Har bir elektromobilning yuragi aynan shu metallar hisoblanadi. Litiy, kobalt, nikel va marganest. Bu elementlar bo'lmasa, zamonaviy elektromobil mavjud bo'lmaydi. Ammo bu metallar qaydan keladi? Litiy ko'pincha Janubiy Amerikadagi ulkan sho'r ko'llardan olinadi. Kobaltning katta qismi Afrikadan keladi. Nikel esa dunyoning turli hududlaridan qazib olinadi va aynan shu yerda yangi geosiyosiy o'yin boshlanadi. 20-asrda davlatlar neft ko'llarini nazorat qilish uchun kurashgan bo'lsa, bugungi kunga kelib, ular batareya resurslari uchun raqobatni boshlab yuborishgan. Dunyoda esa energiya shakli o'zgaryapti. Ammo energiya uchun kurash o'zgarmayapti. Yuqorida aytib o'tilgan ximik moddalarning zaxirasi eng boy bo'lgan hudud ham bu hozirgi Grenlandiya. Bekordan-bekor Trump butun nazarini Grenlandiyaga qaratmagan. Hattoki Grenlandiya Amerika tarkibiga kirish uchun grenlandiyalik har bir fuqarolarga 100 ming AQSh dollardan
taklif qilgan. Bu narsa fakt. Internetlarda juda ham ko'p ko'rishingiz mumkin. Lekin nima uchun Afrika emas? Chunki Afrikani allaqachon Xitoy egallab bo'lgan. Lekin asosiy mavzumiz mutlaqo boshqa narsa. Elektromobillar haqiqatan ham ekologikmi? Biz ko'pincha elektromobillarni ekologik toza transport vositasi deb bilamiz. Lekin aslida-chi shundaymi? Bu qisman to'g'ri. Shahar ichida elektromobillar chiqindi gaz chiqarmaydi. Bu juda ham katta afzallik. Ammo boshqa savol tug'iladi. Elektr qayerdan keladi? Agar elektr ko'mir elektr stansiyasidan ishlab chiqarilsa-chi, unda chiqindi qayerga ketadi? Mashina ortidan chiqmaydi, ammo elektr stansiyasining turbasidan chiqadi. Demak, masala avtomobilda emas. Masala energiya tizimida. Agar elektr quyoshdan olinayotgan bo'lsa, natijasi boshqacha. Agar atom energiyasidan olinayotgan bo'lsa, yana boshqacha. Shuning uchun elektromobilning ekologik foydasi mamlakatning energiya tizimiga bog'liqdir. Bugun elektromobil bozori haqida gap ketganda bir davlat nomi doim eshitiladi. Bu ham Xitoy. Hammaga mashhur BYD avtomobillari. Bir vaqtlar arzon mahsulotlar fabrikasi sifatida tanilgan davlat bugun batareya sanoatining markaziga aylandi. Xitoy bir narsani juda ham erta tushundi. Kelajak neft quduqlarida emas. Ular shuni tushundiki, kelajak batareyalarda. Shuning uchun Xitoy qisqa 100 yil ichida zavodlar qurdi, ta'minot zanjirini yaratdi, resurslarga investitsiya qildi. Natijasi esa bugun ko'rinib turibdi. Elektromobillar poygasi faqatgina avtomobillar poygasi emas. Bu texnologiya poygasi. Bu iqtisodiy poyga. Bu geosiyosiy poygaga ham aylanib ketdi. Va Xitoy bu yerda birinchi o'rinda turibdi. Sizga eng qiziq savolni beraman. Agar hamma elektromobillarga o'tib ketsa nima bo'ladi? Ertaga dunyodagi barcha avtomobillar elektromobilga aylanadi. Elektr tarmog'i bunga tayyormi? Shaharlar tayyormi? Elektrostansiyalar tayyormi? Bu savolga aniq javob yo'q. Shuning uchun ham ko'pgina davlatlar hozir o'zlarining hududlariga quyosh panellari, gidroelektrostansiyalar, atom elektrostansiyalar, shamol elektrostansiyalarini jadal tarzda rivojlantirib qurishmoqda. Ba'zi mutaxassislar buning uchun ulkan infratuzilma kerakligini aytmoqda. Yangi va mukammal elektr tarmoqlari, yangi stansiyalar, yangi texnologiyalar. Demak, elektromobil shunchaki mashina almashtirish emas. Bu butun energetika tizimini o'zgartirishdan demakdir. Balki 100 yil o'tib odamlar bizlarga qarab kulishar. Ular qanday qilib benzin yoqib yurgan ekan deb, yoki aksinchasi ham bo'lishi mumkin. Ehtimol ular juda erta shoshilgan edi deb. Ammo bitta narsa aniq. Elektromobillar oddiy bir avtomobil emas. Bu energiya, bu iqtisod, bu ekologiya, bu geosiyosat, bu sanoat va ehtimol 21-asrning eng katta texnologik bahosi. Lekin elektromobillarning haqiqatan ham insoniyatga zarar tarafi shunda ekanligi bizga ma'lum bo'lmoqda. Elektromobillar bizga chiroyli ko'rinsa-da, uning xavflilik darajasi yuqori qolmoqda. Uni quvvatlantirish uchun ishlayotgan elektrostansiyalar yoqilg'i bilan ishlayotgan mashinalardan ko'proq atrof muhitga zarar yetkazar ekan. Qolaversa, inson organizmiga elektromagnit to'lqinlari bilan o'zgacha ta'sir qilib, onkologik kasallarni chaqirish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin ekan. Azizlar, agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, video tagida o'zingizni fikringizni qoldiring. Videoga like bosing, do'stingiz bilan bo'lishib qo'ying. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.